74 ga to'lganman. Shu 75 yoshda yashayotganda menga Alloh pravo nasib qildi. Endi Xudo xolisa cheri mashinasini ham Alloh nasib qiladi deb umid qilaman. Nima uchun cheri olmoqchisiz? Bu o'zimizni boshlanib bo'lmaydimi? Hozir sivilizatsiya shunga qarab ketyapti, zamon. Hamma hayron qolib qoyil qoldi. Qoyil onagon deyapti. Sizni menga bergan bilimlaringizni oxladim. Men sizni oldingizda yuzim bo'ldi. Bergan bilimlaringiz uchun rozi bo'ling, qizim. Mana shu onaxon shu 74 yoshida mana 80 ga qarab ketishyapti. Haydovchilik guvohnomasini olishibdi. Birinchi urinishda oldingiz-a? Haydovchilik guvohnomasi. Birinchi urinishdayoq ham amaliy, ham nazariy imtihondan muvaffaqiyatli o'tdim. Onaxon bir o'tishda amaliy mashqda ham nazariyadan o'zlari topshirdilar. Ko'p yoshlar 20-25 yosh o'ta olmayapti imtihonda.